va rahmatullohi va barakatuh. Hammamiz sizlar sport bilan ishga olamiz bugun 95-kunidamiz. Yangi hikoya aytib bermoqchiman. Bir podshoning ayoli hastalanib qoladi, bemor bo'ladi. Tabiblar unga ayolni sutni cho'miltirishni tavsiya qilishadi. Podshoh hovuzga qanday endi sut to'ldiraman deb qo'shiq otadi. Shunda vazirlardan biri xalqqa deydi, sut solig'i soling, hovuz to'ladi, keyin cho'miltirsa bo'laveradi ayolni degan bir maslahatni beradi. Shunday qilamiz unda deb farmon chiqaradi podshoh. Ya'ni har kim kech tushganda bunda bir chelakdan sut olib hovuzga qo'ysin degan. Kechki payt odamlar bir paqir sut quydim nima, bir paqir suv quydim nima, kim ko'rib turibdi deb hammasi suvni quyib kirib ketishadi. Ertalab turib qarashsa, sutdan asar ham bo'lmaydi hovuzda. Shunday ichi to'la limon suv bo'ladi. Demoqchi bo'lganimiz, kutuvlarni kimdandir qiladi, ya'ni o'zidan kutmaydi. Ya'ni men bir paqir sut olib bordim nima, suv olib bordim nima, kim ko'rib turibdi deb mas'uliyatdan qochadi. Bunday bo'lmashi kerak. Shunlashib deganimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.